Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz zabardast veterinar vrachimiz Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidan Zohidjon do'stimiz kelganlar. O'zlarini mana rivojlantirish uchun. Mana vet vrachda birinchi oladigan narsasi sumka bo'ladi. Keyin ichida bitta ivermektin, bitta vitamin, bitta antibiotik bo'ladi. Keyin yog'i sekin rivojlanib boradi. Demak, do'stimiz o'zini rivojlantirishni boshlagan. Demak, bundan-da zo'r va yaxshi maqsadlardan kelibdilar. Men ularga mana shu mahsulotlarni qilib berdik. Zohidjon, qanday? Instagramda ko'rdingizmi, Telegramda ko'rdingiz, qayerda ko'rdingiz? Instagramda, Telegramda ikkalasida ham. Ikkalasida nima? Qachondan beri kuzatasiz? Ancha bo'lib qoldi, 6 oy bo'ldimi? 6 oylar bo'lib Ha, qoldi. yaxshi. Yaxshi. Qalay mahsulotlarimiz yoqdimi sizga? Mana bo'ladi yaxshi. Gap yo'q. O'zingiz necha yildan beri bityapsiz? 5-6 yil bo'lib qoldi. 5-6 yilmi? Oho, старый волк ekan. O'zi apparat qachon olamiz? Xudo xolasa nasib keyingi yilda. Jizzaxda juda kam. Hmm, Bilasizmi? shunday. Agar uni qiladigan bo'lsa, Jizzaxga ham qilib beramiz. Chotka apparat qilib. Hmm. Do'stlar, mana xususiy sektor rivojlanyapti bizda. 6 oydan keyin xudo xolasa prezident qarori kuchga kiradi. Mana xususiy sektor rivojlantirishda mana vet vrachlarda Sharof Rashidov tumanida mana bitta vet vrach bor. Tayyor mutaxassis. Bitta o'zi apparat olsa bo'ldi, qolgan xususiy sektorda bu. Men rivojlanib ketaveradi. Shunday. U ertaga bitta oladi, yoniga ikkita, uchta vet vrach qo'shadi. Klinikada keyin sekin malaka oshirish uchun bitta Toshkentga borib kelsa, it mushuk bo'yicha eng zo'r mutaxassis bo'ladi. To'g'ri, sizlarda ham it mushuk kammi? Bormi? Kam. Kamda. Mana Shug'ullanadiganlar kam. bizda ham kamda. Mana oldin institutda bitirib kelgan vaqtimizda it mushukni zo'r qilardik. Oldin mana kesarva qilganmiz, anavda mushuklarda sterilizatsiya qilganmiz. Hammasini qilardik-da. Erkak urg'ochi mushuk farqi yo'q edi. Hozir mana bir yilda ikkita qilamiz-da. Ikkita qilgandan keyin vet vrachda qo'li chiqmay chiqadi keyin. O'shaning uchun mana Toshkentlarda bir kunda 3 ta 4 tagacha qiladi-da. Endi ular spes bo'ladi keyin. Lekin ular bizga o'xshab qo'y mol bo'yicha spes emas. Shunday. To'g'ri-da? To'g'risimi? O'shaning uchun veterinariya klinika ochishda ham juda murakkab, sababi it mushuklarni ham juda tajribali bo'lishimiz kerak. Lekin ayrim hududlarda it mushuk umuman yo'q. Bo'lsa ham kam miqdorda. Uni davolash, qilish qiynaladi-da. Shuning uchun bu sektor bilmadim, rivojlanadimi? Qanday o'zing it mushuk bo'yicha davolash? It mushuk mol qo'y ko'proq. Ko'proq mol qo'y. Chiqib qolsa nima qilasan? Deyarli chiqmaydi. Biz Deyarli joydan. Qiyin Vaksina chiqadi. Vaksina. Chumaga vaksina chiqadi. Qanday operatsiyalarni qilyapsanmi? Operatsiyalar endi boshlayapmiz-da, qilganman. Operatsiya ham kamda. Chiqishi kamda. Sababi qancha zichlashgan hudud bo'lsa, chiqadi. Tarqoqroq hududlarda chiqishi kamda. Mana bizda ham chiqishi kamda. Biz ham oldin kelganda zo'r qilardik operatsiyani. Ruminatomiya bo'lmaydi lekin. Ko'plar aytadi-ku, ana apparatlargacha olib keldim bo'lmaydi ekan. Do'stlar, mana vet vrachimiz haqiqiy oliy ma'lumotli Samarqand bitirgansan. Davron degan do'stlari bor ekan, ularni ham ko'rgan ekanlar. Xo'p do'stlarimiz, bu mahsulotlarimizni qilib berdik. Xudo xolasa uzi apparatni ham qilib beramiz. Pastda telefon raqamlarimiz. Kimga yana mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sariq detektorlarni 2 xil turdan kelgan. Ularni ham bizdan uzi apparat olgan odamlarga yana kelishtirib beramiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.